Assalomu alaykum. Xayrli kun. Toshkent shahridagi Prezident maktabining ona tili adabiyot fan o'qituvchisi Zulfiya Rashidova Va 11-sinf o'quvchisi Firdavs Olimjonov adabiyot darsliklarida berilgan asarlarni tushunishga yordamlashish maqsadida ayrim so'z va iboralarni izohlashda davom etamiz. bugungi mavzu o'zbek xalq ertaklaridan bo'lgan uch og'ayni botirlar ertagi. Saman. Och malla, sarg'ish, somon tusdagi ot. Mana siz suratda ana shu otni ko'ryapsiz. Xurjun. Egar ustiga yoki yelkaga tashlanadigan, yuk solinadigan qop. Qo'shxalta. Ya'ni u xaltani ichida birato'la ikkita qop, ikkita xalta bo'ladi. Ya'ni ikki taraflama xalta, uni yelkaga tashlab olsangiz, bitta xalta oldingizda, bittasi orqangizda qoladi. Xuddi shuni eshakka osib qo'ysa ham bo'ladi yoki otga. Qora toy, saman toy va ko'k toyni asboblari bilan tayyorlab qo'ydim. Xurjunlaringizni bir haftalik ovqat bilan to'lg'izdim. Baxtingiz yo'lda, topoq uchun dunyo kezgani chiqing. Uch og'ayni botirlar ertagida bilasizki, ota uch o'g'lini safarga jo'natadi. Ularni bir haftalik ovqat bilan ta'minlab, ya'ni xurjunga bir haftalik ovqat solib, uchalasiga bittadan ot berib, ularni o'zingizni toping, baxtingizni toping deb uydan chiqarib yuboradi. Bu qaysidir ma'noda xuddi zamonaviy hozirgi zamonaviy bir dunyoyimizda farzandlarimizni o'qish uchun, ish uchun chet elga jo'natib yuborganday bir gap. To'qayzor, qamish va shu kabi o'simliklar o'sib yotgan yer. Bu joy to'qayzor ekan. Biz uzoq yo'l bosib kelganmiz, charchab uxlab qolsak yaxshi bo'lmas. Kechani 3 qismga bo'lib, har bir qismida birimiz navbat bilan soqchi bo'lib uyg'oq turaylik. Ya'ni galma-galdan 3 aka-uka, bittasi uxlamay, ikkitasi uxlab navbatchilik qilishadi va ular borgan joylarning bittasi, demak, to'qayzor, ana shu qamishlar o'sadigan, xuddi o'rmonga, qaysidir ma'noda changalzorga o'xshagan joy. Qo'riq. Hali dehqonchilik qilinmagan, ammo ekishga yaroqli joy yoki qachonlardir ekin ekilgan, keyinchalik esa tashlab qo'yilgan yer. Erta bilan yana yo'lga tushdilar. Kechgacha yo'l yurdilar, yo'l yursalar ham mo'l yurdilar. Bir tog'ning etagiga tushdilar. Tog'ning chap tomoni keng, qo'riq edi. Ya'ni chap tomonda keng, katta maydon bor edi. Bir yer bor edi deb aytibdi. Ekin eksa bo'ladigan, lekin ayni paytda ekin ekilmagan yer. Ehtimol mana shunaqaroq ko'rinishda bo'lar. Xari. Binolar ustunlari tagidan ko'ndalangiga qo'yiladigan uzun, yo'g'on yog'och. Ko'p vaqt o'tmadi. G'orning ichidan boshi xumday, uzunligi xariday ajdar o'rmalab, bular sari kela boshladi. O'rtancha botir supadan tushib, qo'riqning narigi tomoniga qarab qochdi. Demak, uch og'ayni botirlar ertagidagi voqealar rivojida bitta vaziyat bu. Ya'ni ajdarni tasvirlayapti. Uzunligi xuddi xariday, ya'ni shu xodaday keladi va boshi xumday, ya'ni boshi dumaloq xumday keladi, deyapti. Ana shunaqa bir ajdar keldi demoqchi bo'ldi. Alhosil, xullas kalom qisqasi. Alhosil, bular talonchilar to'dasi. Bu joy ularning to'planadigan makoni ekani ma'lum bo'ldi. Kenja botir o'ziga o'zi aytdi. Bularni tashlab ketaversam, yigitlikdan bo'lmaydi. Qanday bo'lsa ham bir yo'l bilan bularni batamom qirib yo'qotmoq lozim. Ya'ni bilasizki, ertakda 3-kenja botir navbatchilik qilganda ular o'g'rilarga, ya'ni talonchilarga duch kelishadi. Ana shu bilan bog'liq xulosalari. Lahm. Yer ostidan, uy yoki qala ostidan qazib o'tkazilgan tor yo'l. Ya'ni lahm kavladi desak, demak bilamizki, yer tagidan yo'lak kavlagan bo'ladi. Ko'p narsalardan xabarim bor. Ayniqsa lahm kavlamoqqa oldin tushib, ahvolni bilib chiqmoqqa ustaman. Umidim borki, ishlaringizga yarab qolarman deb ikki qo'lini ko'ksiga qo'yib yolvordi. Yolvordi demak yalindi degan. Lahm kavlashni bilaman deb yalinyapti. Paxsa. Pishitilgan loydan ustma-ust bosib qurilgan devor va uning har bir qavati va qatori. Balki eshitgandirsiz, paxsa devor, paxsa uy degan. Demak, loyni pishitadi va ana shu loyni o'zini butun qo'yib devor yasaydi. Chunon, shunchalik shu qadar rosa. Birinchi o'g'ri devordan aravaga tushish uchun qornini paxsaga qo'yib, boshini eggan edi. Kenja botir qo'ldagi qilich bilan uning bo'yniga mo'ljallab chunon urdi. Ya'ni shu qadar urdiki, ikki bo'lak bo'lib yiqildi. Ya'ni devordan egilgan borki, har bittasini bittalab Kenja botir o'ldiraverdi demoqchi bo'lyapti. Harir, yupqa, nozik, ipak mato, gazlama.
Ya'ni yupqa ehtimol siz bilan biz tushunchimizda shifon materialimizga to'g'ri kelar, o'sha matoga to'g'ri keladi. 10 nafar cho'ri qizning o'rtasida, kumush so'rida 18 yoshlardagi bir qiz yotibdi. Oy mendan deb talashsa, kun mendan deb talashadigan. Oq harirga o'ralgan holda pirpirab yonib turgan shamni tomosha qilgan kabi uxlab yotibdi. Ya'ni u shu darajada chiroyli ekanki, oy bu go'zallikni mendan olgansa quyosh yo'q, bu go'zallikni mendan olgan deb talashar ekan. Shu qadar bir chiroyli qiz uxlab yotibdi deb tasvirlab beryapti mana. Siz bilan ertakdan olingan so'zlarni izohlarini aynan shu yerda to'xtatamiz. Hozircha xayr. Salomat bo'ling.